Busan'da yashaydigan do'stim bilan pochta zakaz qilgan edik birgalikda. Zakaz qilayotganda o'zim uyimni adresini yozibman-u, uni uyini adresini yozmabman. Shuning uchun hamma pochtalar menga keldi, meni uyimga keldi. Shuning uchun hozir sizlar bilan birgalikda borib, uning narsalarini jo'natib olishimiz kerak pochta orqali. Sizlarni ham o'zim bilan birgalikda oldim. Sizlar bilan birgalikda Busan'ga pochta jo'natamiz do'stlar. Handbox. Bunaqa kichik bir mahalla, ko'cha. Bu yerda mana kichik domlar, apata deydi koreyslar. Koreyan ko'chalari mana shunaqa chiroyli bo'ladi do'stlar, qandaydir menga yoqadi. Xuddi kinolarga o'xshaydi. Narigi tarafda esa baland domlar, apatlar. Bu yerda mana koreyscha o'qishni biladiganlar bo'lsa, bunday qilib ko'rsatadi. Nima deb yozilgan? Hakkyo Up, Chonchoni, ya'ni yaqin atrofda maktab bor ekan. Shuning uchun Chonchoni deyilgan, ya'ni sekin yurish kerak bunaqa joyda. Doim aytganimdek, Koreyani hamma joyda kameralar o'rnatilgan, hattoki ko'chalarga ham. Mana shunaqa hamma joyda kameralar bor. Bugun demak seshanba, 26-oktyabr. Bu yerda mana do'stlar Ucheguk pochta anaqa mashinasi. Demak, hozir mana shu pochtadan jo'natamiz. Bu pochtalarda ham turlar juda ko'p do'stlar. Hozir aynan o'sha pochtaga ketyapman. Mana demak, maktab bu yerda ekan do'stlar. O'shaning uchun mana bunaqa yerlarga mashinalar uchun sekin yuringlar deb yozilgan. Drop some money, money. Drop. Mana do'stlar pochta ko'rindi mana shu yerdan. Buni qaranglar do'stlar. Demak, bu yerda katta ko'prik, narigi betga o'tadigan ko'prik. Hamma ko'prikda oldida mana bunaqa liftlar bo'ladi. Bu tarafda ham bor, narigi tarafda ham bor. Demak, bu o'sha qariyalar, yosh kattalar zinadan chiqishga qiynaladiganlar uchun mana shunaqa liftlar o'rnatilgan. Ko'rganinglardek
Bu liftlar demak hamma joyda o'rnatilgan, metrolarda va mana shunaqa ko'priklarda hamma joyda liftlar bor. Bu juda ham qulayli do'stlar, yoshi kattalar uchun, qariyalar uchun, umuman zinadan chiqishga qiynaladigan insonlar uchun menimcha katta qulaylik. Koreyada inson haqlari mana shunaqa qattiq himoyalanadi. Men zinalar juda ham yomon ko'raman do'stlar, shuning uchun liftga chiqib tushishni afzal ko'raman. Birga bosamiz. Men hozir yo'lda narigi betida edim do'stlar. Demak, bu yoqqa o'tishim kerak pochtaga. Bu yerdan bu yoqqa o'tish uchun birinchi mana bu ko'prikdan bu yoqqa o'tish kerak, keyin bu yerga kelib mana bu svetofor kutish kerak, keyin bu peshoxoddan o'tgandan keyin u yoqdan yana svetofor kutib bu yoqqa o'tish kerak do'stlar. Demak, bu yerdan bu yerga o'tguncha shuncha harakat qilish kerak do'stlar, chunki u tarafda peshoxod yo'q, faqat bu tarafdan o'tish mumkin. Do'stlar, pochtaga yetib keldik. Oxirgi paytda pochta haqida juda ham ko'p videolar chiqyapti. Xullas, bu yerga kelib, anasa bu yerga 전화랑 수수료 어디 쓰고 싶어요? 안녕하세요. Ko'rganlarda birinchi temperatura o'lchanadi hamma joyda. Mana bunaqa kichkina korobka oldim hozir. 500 won ekan. Endi buni ichidagi narsalarni bu korobkaga solish kerak. Bu yerda mana kerakli bo'lgan hamma narsa bor. Skochlar, qaychilar, kley, xullas hamma narsa bor. U yerda taroz ham bor ekan do'stlar. Adresni yozamiz. Birinchi jo'natayotgan odam, ya'ni men. Endi bu yerdan o'chirib olamiz do'stlar. O'chirib 92-chi o'chirib. 영수증 드릴까요? 네. 안녕하세요. 감사합니다. 수고하세요. 와, mana qanaqa mashina ekan? Dahshat. Bu birinchi marta ko'rishim ekan bunaqa mashinani. Bu Kia ekan do'stlar. Koreyaning o'zidan chiqadigan avtomobil. Bu yer avtosalon ekan. Mana shunaqa anaqa kinolar bo'ladi-ku, kelajakka sayohat degan. Xuddi o'shundagi mashinalarga o'xshar ekan. Shunaqa do'stlar, Koreyada уже kelajakka bo'lgan. Drop some money, money. Kommentariyada ko'p ko'rib qolyapman. Uyingiz haqida ham vlog qiling, ya'ni uyingizni ko'rsatib, narxlar qancha, necha pul to'laysiz oyiga, mana shular haqida vlog qiling deb yozyapsizlar. Nima deb o'ylaysizlar do'stlar? Mana shu haqida vlog chiqaraymi? Ya'ni Koreyada uylar necha pul, Seulda narxlar qanaqa, boshqa shaharlarda narxlar qanaqa, Koreyadan qanday qilib uy topsa bo'ladi. Qolaversa hozir o'zim yashab turgan uyimni ko'rsatib vlog qilaymi do'stlar? Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Agar juda ko'pchilik xohlasa, keyingi videoda harakat qilaman mana shu haqida vlog qilishga va albatta yana qanday vloglar ko'rishni xohlaysizlar, qanaqa videolar ko'rishni xohlaysizlar, mana shuni ham kommentariyaga yozib qoldiringlar. Men esa mana shu yerda sizlar bilan xayrlashaman do'stlar. Sizlar bilan doimiy ham vlogs bo'ldi. Keyingi bundan-da qiziqarli videolarda ko'rishguncha bye. Qornim ochdi. Mening yuragim tinch,
negaki keldi bahor